Sharq Turkistonning G'o'lji shahri Daryobo'yi rayonida yashayotgan Turaxun Jo'rboy va Shodiya Zokir ayolning chet eldagi tuqqanini yo'qlaganligi sababli 2018-yil martda uyidan tutib ketilganligi hamda 7 yillik va 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi o'ttirg'i chiqdi. Bu xotinning Gollandiyada yashayotgan qizi Marhaba xonimning Erkin Osiyo radiosiga bildirishicha, 30 yil Sharq Turkistonda bir elektr stansiyasida xizmat qilgan va bir necha yil burun dam ilishga chiqqan dadisi 8 yillik. Anısı bo'lsa 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Marhaba ota-onasi tutilgan vaqtda bir inisining birlikda tutilganligini va yaqinni qo'yib berilganligini, Xitoy hukumatining ularning uyiga Xitoylarni o'rinlashtirganligini bildirdi. Hong Kongda namoyishchilar markaziy metro stansiyasining oldidagi to'siqlarga o't qo'yib etdi. Admiralty metro bekati atrofida bo'lsa bir to'p maskaliq namoyishchi yo'l bo'yidagi toshlarni buzib etdi. Janubiy Xitoy sahar gazetining xabar qilishicha, bosh ma'mur Karilamning qonun loyihasini qaytarib olishni yetarli deb qaramagan namoyishchilar barliq talablarning o'rinlanishi uchun faoliyatlarini davomlashtirdi. Bir qism namoyishchi markaziy metro stansiyasining bir chiqish eg'izida o't qo'ydi. Yuzlagan kishi birlikda yurish ilib berayotgan Kevinsevi yo'ldagi Admiralty metro bekati atrofida bo'lsa, bir to'p niqobli kishining yo'l bo'yidagi toshlarni buzayotgan ko'rinishlari oshkorlandi. Fidir yo'lda bo'lsa, namoyishchilar yo'lning o'ttirdi eshiklarini ko'ydirdi. Hindiston Rossiyadan setib olgan S-200 havo mudofaa sistemasi uchun oldin pul to'ladi. Sistemaning bo'lsa 18-19 oy ichida topshirilganligi bildirildi. Rossiya muavin bosh ministri Yuriy Brusov Rossiya birinchi qonunning ziyoratini qabul qilganda Hindistonga havo mudofaa sistemasi setib berish haqida to'xtalib, zakolat puli to'landi. Topshirib berish vaqtimi muvofiq bir vaqtga o'rinlashtiriladi. Meningcha 18 yoki 19 oy ichida tamomlanadi dedi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Talibanning ilib borgan hujumlari orqali qo'lidagi kozirni kuchaytirmaydiganligini ta'kidlab, terrorlikning muzokaralardagi o'rnini kuchaytirish uchun qo'llandi. Taliban haddidan oshdi. Aqlning g'alaba qilishini umid qilaman. Qolg'ini Talibanga qoldi dedi. Amerika taratqularga so'z qilgan Pompeo Talibanning bir Amerika askari va 10 dan ortiq fuqaroning o'limiga sabab bo'lgan oxirgi hujumi orqali haddidan oshganligini aytdi. Pompeo bundan keyin muzokara ahvolining Talibanning bosadigan qadamlariga bog'liq ekanligini ta'kidladi va jarayonni yaqindan kuzatadiganligini aytdi. Burkina Fasoning Dalbo-Kelbo rayonida insonparvarlik yordam bo'yimi to'shiyotgan bir yuk avtomobilga terrorchilar tomonidan bir qitim mina orqali, 2 qitim qoral orqali hujum qilindi. Hujumlarda to'plam 29 kishi hayotidan ayrildi, 10 kishi yaralandi. Hukumat bayonotchisi va uchur ministri Ramis Tanchivo yozma bayonot e'lon qilib, yakshanba kuni Dalbo-Kelbo rayonida insonparvarlik yordam bo'yimlari to'shiyotgan bir avtomobilning terrorchilarning qurolli hujumiga uchirganligini bildirdi. U hujumda 14 fuqaroning hayotidan ayrilganligini bildirdi hamda avtomobildagi bo'yimlarning og'ir ziyonga uchirganligini aytdi.